Vaqtda e'tibor berilganligi esimda qoldi. Sababi hozir ekologiyada juda ko'plab muammolar kelyapti. Ilk yoshdan bolalarga ekologiyaga tarbiyalasak, yaxshi natijalar olamiz. O'sha narsa esimda qoldi. Hammamiz o'z joyimizda qolamiz, o'tiramiz, gaplashamiz. Seminarda hamma keltirgan. Munira. Ana endi stolga zuvalarni qo'ydik. Tushiring. Zuvalarni qo'yib mushlayapmiz. Ozgina ochib olamiz. Soat strelkasida, soat strelkasida bitta qo'lda mushlaymiz. Ana endi ikkita qo'limizda ochamiz xamirimiz. Sekin kichkina dumaloqdan katta dumaloqga ma'no yasagan. Mana qilasizlar. Qanaqa qilasizlar? Katta dumaloqga. Katta dumaloq bo'ldimi? Ana endi kelinglar, nonimiz chiroyli chetlarini chimchilab chiqaylik. Patirga o'xshatib. Ana endi nonimizni suvlab, ustini silab. Ko'plasini qo'yilgan. Juda ko'p ham bola chalg'itadi. Ayniqsa sentyabrda kamroq bo'lishi kerak, bolalar birdaniga nagruska bo'lmasligi kerak niyatiga. Keyinchalik tushirib boriladi. Keyin bularni iloji boricha iskustenlikdan foydalanish kerak. O'zini bolani yoshiga mos bular bo'ladi. Ekologik bilim beradigan darslarga qo'yilgan. Bu namuna nima uchun berilyapti? Bizda ilk qadam milliy o'quv dasturida oldingisidan ham, bugungisida ham ilova sifatida markazlardagi ta'lim resurslarini tavsiyasi etgan ilovada. Xuddi mana shu markazda qanday resurslar bo'lishi mumkinligi degan namunaviy ro'yxat keltirilgan. O'sha namunaviy ro'yxat bo'yicha bular shakllantirilgan markazlarni shu maqsadda sizlarga o'sha markazlar ko'rsatilgan. Lekin yondashuv tarbiyachiga bog'liq. Mavzuga oid tarbiyachi qanaqa yondashsa, qanaqa qiziqarli, kreativ yondashsa, shuncha bolani xotirasida qolib ketadi. Bolani diqqatini o'ziga jalb qiladi, bolani o'sha markazga jalb qiladi. Bolani ehtiyojga kelib chiqqan holda stajini markazlarda joylashtiriladi. Gullashiga to'g'ri qo'yilganmi? To'g'ri qabul qilmang. Har bir odamning o'zini fikrlashi bor. Boyagilar siz bo'lishi kerak va bola uchun bu maqsadli bo'lishi kerak. Mana shuni biz ildik. Nima uchun ilganimizni maqsadimiz bo'lishi kerak. Prosta yasatish uchun mana devorlarga hamma baloni ilib tashlashadi. Kerak emas. Bundan ko'ra devorlarga pustoy tursin. Hech qanaqa narsa naryodi yana boshqa ishini qiladi. Qog'ozlarni ekonom qilmasdan berish kerak. Bola o'shanda unda skounis bo'lmaydi. Buni to'xtatib qo'yaman va olib qo'yadi yoki qog'ozim tugab qoladi degan narsa bo'lmaydi. Hozir bu sizga yana aytmoqman. Aniq to'g'ri deganim. Yetki dasturni bola uchun o'ta oladigan, shug'ullanadigan uchun qo'yilgan bo'lishi kerak emas. Masalan, bitta devorga bo'sh turibdi-da, bola har kuni keladi. Bitta devorga bitta narsani yopishtirib qo'ysangiz, kelganida o'sha narsaga qaraydi-ku, nimaga bo'lib turibdi ekan. Xuddi shunaqa misol. Bola uchun xizmat qilish kerak hamma narsa. Va foydalanish nimasini, ko'nikmalariga ega bo'lish kerak. O'rgatishimiz kerak. Foydalandingmi, yana joyga qo'yib qo'y.
orqasidan demak ayniqsa katta guruhlarda ko'ramiz, hammaga sochilib yotadi. Bilgilarni ko'rsatilgan va bolaga nima ham tanlash huquqiga ega bo'lishi kerak. Mana shunga e'tibor beringlar. Bironta bolani majbur qilib o'tkazmanglar. Bizlarda asosan san'at bitta qalamni berdingmi, bo'ldi chiz, shu bilan kunim o'tdi. Yo'q. Faqat san'at emas, boshqa markazlarga ham o'tish kerak. Va eng muhimi mana shu markaz boshida har bir ota-onaning kasbini yozib oladi va shu kasbini yozib olgan, masalan, transport vositasi bo'lsa, masalan, birorta dadasi g'ayib xodimi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Uni albatta taklif qilishimiz mumkin markazimizda va bolalar bilan birgalikda o'sha o'yin jarayonida ishtirokini ta'minlash mumkin. Markaz bo'ladi. Ijodkorlik, tabiiy materiallar, qo'shimcha materiallar. Aynan bolani kuzatganimizdagi uni baholashimiz uchun uning portfoliyosini ya'ni yig'ib borishimiz kerak, hujjatlashtirishimiz kerak. Aynan hujjatlashtirish bu shunchaki hisobot emas, balki bola bilan birga bo'lgan faoliyat hisoblanadi. Aynan bu jarayonda reja yondashuvi, bu reja pedagogikasi emas, yondashuvda aynan kuzatish, tahlil qilish, muhokama qilish va qayd etib borish kerak bo'ladi. Ya'ni kuzatganlarni kuzatish jarayonini tahlil qilish, muhokama qilish va uni qayd etib borishimiz kerak bo'ladi. Hozir shuni hammasidan biz sizlar bilan o'tdik. Kuzat Kimlar uchun kerak kuzatish? Xo'p. Bola uchun kerak, tabiat uchun kerak va ota-onalar uchun kerak. Ota-onalar uchun nima uchun kerak? Bolasini Bola nima qilyapti yoki bo'lmasam aynan tarbiyachiga biz bu o'quv qurolini ota-ona olib beradimi, bir marta olib beradi. Tarbiyachi o'sha qilayotgan narsani hujjatlashtirib ota-onaga ko'rsatib bera olsa, aynan ota-ona o'z farzandi uchun hamma narsani hujjatlab berishlari mumkin. Aynan aytdimmi? Aynan yozishdan tashqari ham bolasi qancha narsa rivojlanayotganligini ko'rsatib berish uchun kerak bo'ladi. rivojlanayotganini ko'rdik. Endi hujjatlashtirishning shakllari bor. Ya'ni aynan jarayondan suratlar bo'lishi mumkin. Biz boya bu suratlarni ko'rib o'tdik. Endi yana bo'lishi mumkin, qisqa kuzatuv yozuvlari bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha kuzatuv jarayoni yozib olgan bo'lishi mumkin. Yoki video lavhalar bo'lishi mumkin. O'sha jarayonni video lavhalarda kuzatish mumkin. Sxemalar, rasmlar orqali kuzatish mumkin. Jamoaviy plakatlar orqali kuzatish mumkin. Loyihalar, ya'ni mini loyihalar orqali kuzatish mumkin. Hujjatlashtirish mumkin va bolalarning iqtiboslari orqali, bolalarning faoliyatlari orqali kuzatishlar, hujjatlashtirish shakllari. Endi aynan hujjatlashtirish jarayonida qanday hujjatlashtirish mumkin? Aynan uni yozib olish mumkin. Biz boya buni aytib o'tdik. Ya'ni bola bilan ertalabki davra suhbatida yozib olishlari mumkin bo'ladi. Keyingi aynan bolalarning ishlarini hujjatlashtirish jarayoni. Agar kim reja yondashuvi bo'yicha o'quvga borgan bo'ladigan bo'lsa, bundan xabar bor. Aynan bu jinoyatchilar o'zlari bu faoliyatlarni bizga juda ham chiroyli ko'rsatib bergandi. Bitta narsa bu qiyin-ku, ustozlarchilar hozir gaplashgan paytda biz olyapmiz, qanday yetkazib beramiz? O'tgan safar biz o'quvga borgan paytimizda Bunchayjirayni aytganda o'sha Italiyadagi shaharchadagi o'sha jarayonga shu bugungacha kelib aynan yondashuv sifatida o'rganish jarayonigacha kelganga 60 yil bo'lgan ekan. U birdaniga hosil bo'lib qolgani yo'q va asta sekinlik bilan bu jarayonga kelgan. Shunda bizlar nechaga kirganmiz? Nima bo'yicha o'sha bolalarni ishlarini yig'ib aynan uni sxema ko'rinishiga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Ota-onalar burchaklari bo'ladi. Aynan mavzu bo'yichagi faoliyatni aynan har bittasini yozib, u nima faoliyat olib borganligini yozib bolalarga erta o'qib bergan bog'chada va tarbiyalalanuvchilarga aytgan, senga shu ertakdan qaysi bir joyi yoqdi yoki qaysi qahramon yoqdi chizgin. Hamma o'zini rasmini chizgan shu ertak bo'yicha. Hech kimga aniq quyon yoki bo'rini chizgin deyilmagan. Mana Jason Lutch bor. Keyin qilgandan keyin bu yerda endi hozir Jason Lutch degan kimni tushib yaxshi zo'r degan narsani aytibdi. Hamma chizyapti, hamma shu narsani aytib beryapti. Nima uchun shuni chizganini va nimaligini aytib beryapti. Shuni kalash qilib aytib qo'yapti. Bu ham hujjatlashtirish. Ular suvlar mana Boyiga bundan oldingi o'tgani bosqichma-bosqich kuzatish
bola chizibdi, unga savol berildi 2-3 ta. O'sha savol asosida u chizgan va uni rasmlarini natijasini ham qo'yib qo'yapti chizgan rasmni. Bolani jarayondagi holatini qo'yib beryapti. Mana shu hammasi hujjatlashtirish kerak. Sizlarni mana bu devordagi yozgan narsalarimiz hammasi sizlarning ishinglarni hujjatlashtirdik. Uni ham Ota-onalar burchagiga yozishish kerak. Hujjatlashish faqat budur planni mana shu jarayon albatta hujjatlashtirishda faqatgina tavsifnoma tutardi bilan cheklab qolmaylar. Mana bolaning faoliyatini o'shalarga mana rekord sifatida nima bo'ladi mashq qildi deymiz. Har bitta mana shu nima gapirdi. Hamma gaplari ko'rsatib o'tilgan. Va Savol javob qilganda savolini ham javobini ham yozib qo'ygan. Rasonaga qiziq masalan qaraman nevaramiz shunday gapirsa man eshitsamda voy shunday dedimi hayron qolaman deb shunday gapirsa shunday chizdimi deb xursand bo'lib ketadi ota-ona. gapiradigan anaqa devor. Masalan, gapiradigan har bittasini oldiga borib to'xtasangiz, hammangni birga turasiz, dars qilasizlar. Bu odam mana qayasadi, bunda mana buni o'rgatishdi, mana buni aytganda bu mana markaz haqida. Xuddi shunday qilib. Buni loyihalashtirganda biz buni qildik. Xuddi shunaqa bolalar ham ilib qo'yilgandagi o'zini ishini absurdat qiladi. Men mamta mamni aytdim, men bu yerda buni chizgandim deb o'zaro ularning fikr almashuvi ham ketadi bu yerda. Endi tashlash jarayonida aynan kuzatish, qayd etish, tahlil qilish, muhokama qilish va keyingi qadamni rejalashtirib olish kerak bo'ladi. Aynan biz savolda ahamiyat beramiz, aynan keyingi qadamni, keyin yana nimalarni rejalashtirish kerakligini belgilab boshlaydi. Hujjatlashtirilgan narsalar. Endi aytdim-ku, devorlarga qo'yishimiz mumkin. Qo'yishimiz mumkin, atelyelarda, ya'ni o'sha markazlarda qo'yishimiz mumkin. Aynan turli xil kundaliklarda bo'lishi mumkin. Elektron shaklda bo'lishi mumkin. Aynan bolani kuzatganingizni guruhlarga rasm ko'rinishda, video ko'rinishda, ovozli ko'rinishda yo'nalishlaringiz mumkin va turli xildagi loyiha papkalarida saqlashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu qaranglar, hujjatlashtirish gapirishi kerak degan qarang, bu jumlani e'tibor bering. Haqiqatan gapirish kerak-da. Shkafda yotmaslik kerak. Endi keyingisi mana o'sha jarayondan lavhalar. Biz boya rasmni tahlil qilgan paytimizda bolalar rasmga qarab turibdi. Hammasi rasmga qaralgan va rejalashtirilgan. Aynan asosiy faoliyatda bolalar kuzatish jarayonida bolalar sizga ahamiyat bermaydi. Agar bu qiziqib bajarilayotgan bo'lsa, u ahamiyatni berilmaydi. Bolalarning ishlarida namunalar keltirilgan. Keyin xunu kalakani ilib qo'yibdi-yu, deng. Biz akkuratni chiroyli qism deymiz, chiroyli narsani ilamiz va shu narsani biz zo'r deb bilamiz. Lekin aslida mana shu narsa zo'r. Bu aynan bolaning rivojlanishini ko'rsatib berayotgan ko'rsatkich va bola uchun qanday? Yenik toza ikkinchi mahsulotlardan. Chunki uni ishi-da bu. Bemalol batafsil Aynan yana bolalar kelgan bola qog'ozchani o'qib qo'yapti. Kelganini bildiradi. Bulardan bolalar shu ikkitasi kelmagan. Yangi g'oya ekan. Men keldim degan nima bor, bilasizlarmi? Bor edi. Kim oldi deb so'ramaydi. Bu yerda topshiriq bo'lgan bolalarga tarbiyachisi aytgan o'zingda tasavvuringdagi nima degan qadrli radlisin, qadrli devorlar inson uchun eng qadrli bo'lgan devorlar. Demak, o'zbekcha ruschadagi perevod suv deb chiqmaydi-da. Sen uchun aziz bo'lgan joy, chiroyli deganda shu narsani. Savol bergan qayer sanga juda ham yaxshi o'zing sezasan va raddiy где могут быть родные стены degan. Bolani javobi har xil. Uyda, bumikida, bog'chada, muzeyda, Roman Varshetda bog'chadagi devorlar mavjud degan. Значит, bog'chadagi devor umarbodda bizga eng aziz va qadrli deb aytadi. Bu proyektni loyihalashtirishni birinchi bosqichlar moliya muhokama qilyapti. Keyin shuni chizamiz deydi. Endi uni chizyapti. Jarayon. ota-onalar yo'lagida, ota-onalar ko'rishi bo'lgan yo'lda. Men xohlayman, что men rasmimni onam ko'rishini degan saytda. Ay senga kelinglar, uni biz eshikni oldiga kiraverishga kelamiz. Shunda mana ham oyim ko'radi uni degan.
bolani fikrini qadrlagandan keyin uni fikrini inobatga olgandan keyin bola yana ham sizga fikr bergisi keladi. Uyda qilib ko'rsa shu ishini. Endi tarbiyachi ularga tashlandiq materiallarni berdi va o'shalardan ular bog'cha qilishdi. Mana o'zlari izlashyapti. Porядka emasda, ya'ni mana kirgan joyingizda agar bog'chaga kirganingizda tartib bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa joyida turgan bo'lsa, bilingki u sifat yo'q. U yerda bola erkin emas. Qayerga borsangiz, ba'mida tursa hamma narsa, bola sizga e'tibor bermay o'zini ishi bilan ovora bo'lsa, ilk qadamni maqsadi shu. Mana shu narsani sizlarga yetkazib berish. Bizga ham sizlarga mana shu narsani yetkazib berishingiz kerak. Bu faqat yondashuv, shuni kopirovka qilib, shuni qilmayapmiz. Otalar taklif qilib, mana otalarga birgalikda. Bularda bu bog'chada otalar kuni, buvilar kuni, bir kun yo 2 kun emas, mana bizda bo'ladi-ku. Bugun ochiq ishlar kuni bir kun, bugun kunlarni chaqiramiz, mana bunaqa qilib kimdir. Oylab bo'ladi. Oylab mana bitta babushkani buvilar kuni 2 oy qildik deb aytib berdi. Eshitmayapsiz deysizmi? Kunini 2 oy qildik deyapti. U 8-mart bayramlar bilan anaqa bo'lgan. Har bitta buvi kelib bog'chaga aytib bergan u narsani. Hattoki shunaqa bo'lgan, ularda qayerdadir kechqurun Amerikada dedimi, kechqurun bo'lgan, bu yoqda O'zbekistonda anaqa bo'lgan, yorug' bo'lgan. Uni babushkasi o'sha anaqa orqali gaplashgan, video vizit orqali va ko'rsatgan bizga kechqurun deb ko'rsatganda anaqani ular udivitsa qilgan, nima uchun bizda anaqada yorug'da O'zbekistonda, bu yoqda qorong'i deb, mana bolani qiziqishiga yana bitta savol bo'lgan. Mana shunaqa har bitta buvi o'zini kimdir kelib, bitta buvi aytibdi, men hech narsa aytib bera olmayman, qila olmayman degan, lekin bola uchun buvisi hamma buvisi kelganda ham keladi. Siz bunga ertaga aytib bering.